Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar. Ko'rayotganlar Xinjiang televiziya stansiyasi, Xinjiang Xuyu madaniyat tarqatish shirkati, Xinjiang Bug'ra madaniyat tarqatish shirkati hamkorlanish bilan sungan cho'ng tutki san'at programmasi, Obida Ipak yo'li sadasi programmasi. Rahmat, men Umid Tursun. Mana birinchi bosqichlik musobaqamiz intayin muvaffaqiyatli oxirlashgandan keyin ikkinchi bosqichimiz, ya'ni sinov bosqichimiz elib berilish oldida turibdi. Albatta, bu bosqichda mahirlarimiz o'z guruhida 2 dan bo'lib, o'ziga ta'alluq bo'lgan shu bir o'ringa erishish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Albatta, bizning 3-qarorlik Ipak yo'li sadasi programmasining ustozlar qo'shini bo'lsa, intayin qolib bo'lgan ustozlarimizdan tarkib topgan bo'lib, ular bo'lsa, Abdulla saknasining yetakchi ustozi Abdulla Abdurim ustoz. El-Ray gruppasining yetakchi ustozi Dilshod Raydin ustoz. Sanubar saknasining yetakchi ustozi Sanubar Tursun ustoz. Nur saknasining yetakchi ustozi Nurnisa Abbas ustoz. Albatta, bu bosqichimizning yana bir alohidaligi bor. Ya'ni har bir ustozning bir guruhdagi mahirlarning hammasini shallab o'tish yoki bo'lmasa shu bir guruhdagi 2 mahirning hammasini tanlab olish huquqi bo'ladi. Albatta, programmamiz tajidorlig'iga Xinjiang Obida Bioplan texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Qadrli ko'ruvchilar, Sanubar saknasining sinov bosqichi hozir boshlandi. Endi saknamizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Muhammad Tursun Matsilin bilan Dilnur Jilil. Mahirlarimizdan Muhammad Tursun bilan Dilnur. Men shu guruhga tanlangandan keyin ustoz meningki shu xalq naqshlarini aytish alohidligimga asosan menga marhum kompozitor Tursun Qodirninki ijodiyatlaridan o'z yarim suyumlikdir degan naqshini menga taqsim qildi. Men shu naqsh taqsim bo'lgandan keyin ustozningki yaxshi yetaklashi bilan naqshidagi hissiyotni qandoq berish, naqshini qandoq aytish, shu jihatlarda nurg'unlagan bilimlarni oldim. Mahirimiz Dilnur asosan mening ijodiyatlarim ham men o'rilgan naqshlarni ko'proq o'rinlaydi ekan. Biz Urumchilik jarayonida muallim repetitsiya o'rlashtirdi. Bu jarayonda muallim o'zining eng yaxshi ijodiyatlaridan Va'dam bilan nomli naqshni menga berdi. Biz hozir sahnaga chiqish oldi turyapmiz. Muhammad Tursun aka, sizmi g'ayrat qiling, menmi kuchimni yetishda g'ayrat qilay. Dilnurmi ovozi shundoq yiqimliq, pishqon, shundoq naqshchi. Bu singlimningmi shu faoliyatda yaxshi natijalarga erishishini umid qilaman. Bu ikki mahirimga bu qitimqi sahnada yaxshi utuqlarni tilayman. Şirinni suya
Kimning qalbi zuhroni Hahirdek suyalaydu Hahirdek suyalaydu Kimning qalbi zuhroni Hahirdek suyalaydu Hahirdek suyalaydu Öz yarim suyumdur, şirin Leyli Zuhrabim. Öz yarim suyumdur, şirin Leyli Zuhrabim. Özlem ar minim yoktur Yar işkıda bu dünyadın Yar işkıda bu dünyadın Özlem ar minim yoktur Yar işkıda bu dünyadın Yar işkıda bu dünya Ah diken gür gür küyedu Kötken geçer yok Ah diken gür gür küyedu Kötken geçer yok Ded varey otak edo Ded yok nin kar yok Ded varey otak edo Ded yok nin kar yok Ah dikendin şeker al demey Kötkendin leyli gün Sen yarine al versen Ben yarımge dest gün Sen yarine al versen Ben yarımge dest gün Desti gülni ya verdim Unsi bergi bilen Sen dağda dikensen Ben yine aynı edem bilen
Mana bu grupdagi mahirlarimizning naqshlarini anglab boldik. Muhammad Tursun apandining o'rinlagan naqshi bo'lsa, usta san'atkorimiz Abdukim Ro'zi apandining o'rinlagan o'z yarim suyimlikdir nomli naqsha shunday qo'yib. Buning teksti bilan muzikasining ijodiyatchilari bu naqshininki muzikasini Qashqar viloyatlik san'at o'migining talantliq kompozitori Tursun Qodir akamiz, marhum akamiz ijod qilgan. Buning tekstini shu Qashqar viloyatlik o'makda ishlab, keyin Abdum rayonlik opera o'makka o'tkilib kelib vafot bo'lib ketdi. Muhammad Ili Zunun Tashnoy akamizningki tekst ekan bu. Haqiqatan intayin go'zal bir tekstlar silingan, intayin go'zal bo'lgan melodiyalar shunday qo'yib. Unda bo'lsa, endi Dilnurning o'rinlagan naqshi bo'lsa, Sanobar Tursun ustozning Badam bilan nomli naqshi shunday qo'yib. Unda bo'lsa, endi biz ustozlarning bahasi shundaqla tavsiyasini olib boqamiz. Qani, Abdullah birinchi ustoz. Mavo ikki saboqdosh nihoyatda yaxshi ijro qildi naqshini. Muhammad Tursun Matsilim oldingi qatimda bizning o'ziga ram qilgan. Mushu yigitning, mushu do'stimizning mush yoshlarga ulgu bo'lib, mushu tadillik bilan mush sahnaga kelib musobaqa qatnashma deganning o'zi cho'ng bir g'ayrat, shijoat va bizga berilgan bir ilhom deb tushundik biz ayni vaqtda. Bugun Muhammad Tursun Matsilim bu naqshini nihoyatda o'zining eng yaxshi holatida aytishga tirishdi mencha. Bo'pmi yuqori ovoz qismlarida nihoyatda ravon bo'ldi. Endi Va'dam bilan degan naqshni shu sonimizning naqshisi Sanobar Tursun muallimning bizga shu ustozimiz orqali yod bo'lib ketgan naqshi va endi aytib boqmagan bilan anglab yod bo'lib ketgan. Menimcha Dilnurni yaxshi o'rganibdi. Amalning bericha ustozga yiqilishyotdi, aytayotgan holatida. Ammo har ikkala saboqdoshimiz zo'r tirishchilik ko'rsatdi. Men bugun Muhammad Tursun. Rahmat ustoz. İnşallah ustoz. Sanobar sahnasiga Dilnur Jilni tavsiya qildim. Rahmat ustoz. Dilshod Raydon ustoz. Bu Abdurrahim ustoz deb bo'ldi. Bu ishkumayning sahnadagi bugun kayfiyati nihoyat yaxshi. Muhammad Tursun National Abdukim Ro'zi rahmat ism keldi. Ammo Abdukim Ro'zi bugungi shu toza kayfiyat emas. Naqsha texmi jonliq, texmi muqim bo'lishi kerak. Lekin nihoyat yaxshi boshliq nuqtasi unda o'tlikning kayfiyati sal susroq. O'diqdingizmi yo o'diqma? Yaxshi kelgan o'diqni avarsiz. O'diqmay paqaqina. Dilnurmi nihoyat yaxshi o'rnda va'dam bilan mana shuni. Undan ishqinlardan birini tavsiya qilsam, men Dilnurni tavsiya qilaman. Dilnur. Rahmat ustoz. Sanobar Tursun ustoz, bahoyingiz? İşkelanglar şunaq yaxshi o'rlab berdinglar. Men endi bo'lmadi degan ya men ko'rmadi, lekin mana ustozlarimiz sizlarga nihoyat inchki nuqtalarni deb o'tdi. Yana umuman yaxshi o'rinlayotganliginglarni sizlarga ortiqchilikni ustun o'rinda qo'yibotdi. Mana bu shu hozir shu bizning sahna boshlanganning yog'i mahirlar asosan shu ustozlarning yaxshi bahosiga erishyotdi. Bu har bir mahir uchun bir cho'ng sharafda, cho'ng natija buni o'zi. Endi shu naqshini shu Muhammad Tursun o'rinlagan shu vaqtlarning o'zida naqshini bekitayotgan vaqtlarda dal shu yerda Abdukim Ro'zi ustozimiz qaytish bo'lgan kunlar. Shu chog'da men shu Muhammad Tursunga Abdukim Ro'zi ustozimizning shu o'z yarim to'yimlikdir degan naqshini topshirishni o'yladim. Chunki shu sahna orqali yana bir ustozimizni eslab o'tishni loyiq ko'rdim. Bugun Muhammad Tursun bu naqshini haqiqatan bizga shu ustozni boya Abdullah akamiz degan o'xshash yod etkizdi. Ustozimizni doim sevginimiz. O'zimiz jiqtirishdi. Endi kayfiyat masalasiga kelganda Muhammad Tursunning yaqinda dadisi qaytish bo'lib ketgan. Bu qitim endi sahnaga men madad berib, bu endi o'zingiz birdan bir endi
ayrilish hamma odamga azobli ish. Biroq yana yashash kerak. Shunlashqa Muhammad Tursun yana das o'zining ruhiy kayfiyatini ruslab, mishagini nayt yaxshi bo'ldi. Yaxshi o'rinlab berdi. Dilnur Salim izchil men aytayotgan naqshlarni aytadi ekan. Oldin qitimdimi eslarim ota-onamni aytganda, bu qitim yana o'ylab, men yana o'zim aytgan naqshidan birini beraychi deb mana va'dam bilan topshirsam, shundoq yaxshi o'rinlab menidek hayajonlantirdi. Uning ustiga mundaq tirik chalg'ular bilan men birinchi qitim mahallatda anglashim hamdi. Sahnada anglab abaytin men mushu naqshini mening ishliginimga o'zim ishonmay ketdim zada hayajonlanib. Rahmat ustoz. Muhammad Tursun apandi, siz bir musiqa o'qituvchisi shundaqmi? Undaq bo'lsa shu bolalarni tarbiyalash jihatda, masalan shu sana musiqa tarafdan bilim berish jihatda sizning tutgan shu prinsiplaringizmi o'zgachalikka ega ekan. Masalan bolalarni qaysi tarafdan bakrak shu yetaklaysiz san'at jihatda? Hozir sharoit shundaq yaxshi bo'lib ketdi. Bizning hozir dars kitoblarimizga xalq naqshlari har qaysi yurtlarningku muqomlardan mushtaq o'rin berilgan. Men hamda bizning keyingi avlodlarga shu o'zimizning burunqi ajdodlarimiz qoldirib ketgan miroslarni bir yetkazib qo'yilay deb o'zimning shu alayligidan joriy qildirib turib, xalq ağanlarını şu yaxşıroq hamda pishiqroq bilaman deb qaradim o'zimchanda. Şu taraflarni chiqish qilib turib, o'quvchilarni zamonaviy naqshlarga qiziqadiganini shu yangiroq. Andan keyin men xalq naqshlariga qiziqadigan o'quvchilarni men shuningga sal bekroq kuchab o'quvchilarga mushaqda bir tarbiyani shu bir mezgilning yanqi sal kuchabroq ib beryapman hamda. Demak, shu darslik kitobdan sirt yana o'zingiz shu xalq naqshlar tarafdan, har qaysi uslublar tarafdan shu bolalarga dars berib kelyapsiz. Shundaq. Barakalloh, rahmat aka. Xo'sh, Dilnur, o'zingizning ustozning naqshini o'rinlasangiz, oldida o'rinlasangiz jiddiylashgansiz. Rakshi. O'tgan qitim birinchi qitimliqda men pek jiddiylashgandim. Hozir chiqqan vaqtimda ozroq jiddiylashdim. Men odatda yo'di bilan naqshaysam qat'iy jiddiylashmaydi. O'zimda yenimda atrofimda jiqli odam bor ekan chiqibchu. Quruq muzikalar essam jiddiylashib o'zim yigana hammadan men qarayotgandek his qildim. Men saniga men ko'nibdim o'tgan qitimninkidan jiddiylashmadim. Muallimning kulkisi bilan menga jon kelib kulib turib tabassum bilan qarab turibdi ekan, men shundoq ruhlanib o'zimcha o'zimni erkin qo'yib aytdim. Rahmat. Sen ona qo'sa seni bertirsin ustoz, eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Rostini aytsam, hammalardan faqat qiyomayapman. Endi keyingi bosqichga ovoz doirasi kengri, ovozi kuchli mandaq holatdagi naqshchilar o'tmasa, keyingi bosqichda yana shundoq musobaqa duch kelamiz. Endi mushu guruhining mahirlar qancha ilgirlab oldiga mangsa, mushu guruhdagi 16 mahirning hammasi tang xo'sh bo'ladi deb o'ylayman. Shunlashqa bu qitimqi tanlashimga mayli Muhammad Tursun, mayli Dilnur her ikkalinglar qo'shilsanglar men bek xotirjam bo'ladim. Qandaq? Qo'shilamiz. Bugungi tanlashda men keyingi qadamga men bilan musobaqaga tayyorlik qiladigan mahir. Bugungi tanlashda men keyingi qadamga men bilan musobaqaga tayyorlik qiladigan mahir Muhammad Tursun. Muborak bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Amaliyotda bugungi bu erishgan natijangiz balkim siz o'ylab baxmagan bo'lishingiz mumkin. Shundaq-ku. Yana bir esab, bugun siz bir intayin cho'ng bir g'alaba qozondingiz. Chunki bayatın ustozimiz Sanobar Tursun ustozimiz aytib o'tib ketdi. Men o'zimning shogirdim qilib, o'zimning kendimdan ma'nodag'an bir varis qilib yetaklabmoqman dedi. Xo'sh bo'ldingizmi o'g'lab? Xo'sh bo'ldim. Xo'sh bo'ldingiz. Yurak so'zingiz. Endi yurak so'zim. Men asli güzel ovozda 3 yil tarbiyalangan. Mening alaydikim bo'lsa,
Ama bak turdaki nakşlarını aytaman. Özlemning tarbiyalangani güzel ovoz. Men fursat özüm o'ylagan ham ko'nglimdachu kelib qitim fursat bersa boshqalarning aytganini oldim güzel ovozda. Mening shundoq aytgim keldi, mening yuqoriga chiqdi ovozim endi amaliyotda. Shuna aytgim bor, mustani bir aytvagan bo'lsam deb 3-bosqichda deb xiyolimda o'ylagan endi. Bu fursatlarni keyincha bo'lib qolar. Shunga sizning shu keyingi bosqichlarga garchi kiramagan bo'lsangiz, ammo bundan keyingi san'at hayotingizda mana sizni qizilmagan, siz o'zingiz his qilmagan taraflarni Sanobar Tursun ustoz qizib chiqdi. Shundaqmi? Mana bu shunaqa aloyidliklarni mujassamlagan asosda mayli go'zal ovozda bo'lsin, mayli ommabop uslubda bo'lsin, mayli boshqa uslublarda bo'lsin, sizningki shu san'at hayotingizning texnik dog'dug'iliq bo'lishini shundaqla shu sahnalarda har xil o'xshamaydigan uslubdagi naqshlarni ilib kelsangizni hammalar umid qilamiz. Xudo xolsa, davomli olg'a qarab qo'ying. Qani, ustozlar bilan xo'shlashaylik. Marhamat. Ipak yo'li sahnamizdan mushu bosqichlarga kelishning o'zi g'alla. Garchi manzillar mushu yerda tamom bo'lsa-mu, bu hargizmi san'at yo'lidagi palla emas. Yanama tarishib, Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hamda raqobatlashadigan makirlarimiz bo'lsa, Cho'lpon Yunus bilan Abdusalom Shavkat. Cho'lpon bilan Abdusalom Shavkat. Men bu Sanobar sahnasiga kirgandan keyin Sanobar ustozdan sahnadagi qiyofat ham naqsha o'rinlashdagi mardonlik, shundaqla uslub jihatda shu xalq naqshlarini o'rinlashda kamchiligimni aytib ko'pdi. Shu taraflarda meni atrofda tarbiyaladi. Men Ablikimning ovoz aloyligi bo'yicha bu yana yeni tipdagi ijodiy naqshlarni texmi yaxshi o'rinlash, mushtaq bir aloyligini namoyon qilman deb bu qitim men o'zim muzikasini ishlagan yosh shoirimiz Abduvali Abdushukur tekstini yozgan naqshlarim hadiya bo'lsin degan bir ijodiy naqshini men Abdusalomning o'rinlab xalqqa bir namoyon qilishi uchun Abdusalomga ugatdim. Men bu guruhga tanlangandan keyin Sanobar ustozim bilan birlikda oldingi qarorga kelsamda shu yuz bergan kamchilik nuqsonlarni ustozim bilan birlikda intayin yaxshi bartaraf qilib oldik. Hamda intayin jiqilgan tarbiya hamda ajrlansin dedi. Cho'lpon o'zi ovoz ilmi jihatda uzun tarbiyalangan, naqsh o'rlash jihatda jiq tajribalik. Mening bu qitimliq aylanmada o'rinlamoqchi bo'lgan naqsham marhum Rabiya opayning Ko'rkam Tangri tog'lari degan naqsh. Endi biz sahnaga chiqmoqchi, Abdusalom g'ayrat qiling. Cho'lponada har ikki amalga bo'lsin. Bu 2 mayirimga bu qitimqi sahnada yaxshi utuqlarni tilayman. Yurtimni suyib barda bag'rigatni ipmakka Yurtimni suyib barda bag'rigatni ipmakka Ko'kdirab turar mahmud Tangri tog'lari ko'rgan Tangri tog'lari ko'rgan Ko'kdirab turar mahmud Tangri tog'lari ko'rgan Tangri tog'lari ko'rgan Yurtimning g'ururi
Gülşenler çaçar ember, bulbullar turar sayrab, bulbullar turar sayrab. Gülşenler çaçar ember, bulbullar turar sayrab, bulbullar turar sayrab. Elin söygüsü öşmez, köklem bağırdan köşmez. Elin söygüsü öşmez, köklem bağırdan köşmez, köklem bağırdan köşmez. Nakşilerim hediye olsun, yaxşılarga mediye olsun. Nakşilerim hediye olsun, yaxşılarga mediye olsun. Zakıtı var tebessümüm, hulkun güzel ıspaye bulsun. Zakıtı var tebessümüm, hulkun güzel ıspaye bulsun. Gaflet yeme, nadamet yeme, külfet yeme, muhabbet yeme. Gaflet yeme, nadamet yeme, külfet yeme, muşakkat yeme. İbret nime, muhabbet nime, bir tamç der kifaye bulsun. İbret nime, muhabbet nime, bir tamç der kifaye bulsun. Görkem bulsun kalbin bağladek, belden bulsun kalbin tağladek. Görkem bulsun kalbin bağladek, belden bulsun kalbin tağladek. Külken bulsun yürüp tanladek, ecrin elge nişane bulsun.
Külken bulsun yürük tanlade Ecrin elge nişane bulsun Nakşıların hediye bulsun Yaşlılarına amediye bulsun Hoş ekran aldıdaki kadarda körümeler mana eşki mahirimiz mi özlerinin nakşılarını orundap oldu. Çolpan Hanım'ın orunluğun nakşısı bolsa hemmelengi tonuştup olgan Rabia Muhammed Ustaz'ın Körkem Tağırtağları namlıq nakşı şundaq bu. Əmdi Abdusalam Can'ın orunluğun nakşısı bolsa Ustazımız Sənuber Tursun Ustaz'ın nakşılarım hediye bolsun namlıq nakşı şundaq bu. Ondaq bolsa əmdi biz Ustazanın bahası şundaqla tavsiyesini ala baxandıq. Qın ondaq bolsa Nurnisa Bas Ustaz. Abdusalam Şavket bolsa nakşılarım hediye bolsun namlıq bu nakşını Nayt ehtiyat bilen, sılık, rahat, şimdi aram bəxş aşındaq bir eytib ədi. Cıq əcir qıpsız sizgi. Çolpan mən yaxşı görüdüğən ki avazını yetildirip optu. Çünkü özde bağ boğan tabi avazı bilen, güzel avazını nayt yaxşı juğurup özgü birleştirip optu. Bu hiç kimnin kuluqıga çaqıdığan, yoki olmasa biaram qiladigan manda ovoz emas. Mush ovozingizni mangu saqlab qolsangiz deb o'ylayman. Mush ovozni, mush ovoz uslubingizni, ha? Men yaxshi ko'rdim. Shu meningki tavsiyam Cho'lpon Yunus. Rahmat, rahmat Ustaz. Abdullah Abdurrahim Ustaz. Shundaqkan Cho'lpon, mushu naqshiga xeli pishishgansiz o'zingizmi? Ha. Qanchalik bo'ldi aytqili? Men kichigimdan boshlab shunday yaxshi ko'ratdim bu naqshini. Mening mushu orzuyim mushu marhum Rabia opayning bir soatlik darsini epaqanim yo'q, lekin kichigimdan radioda anglab o'rganganda ma'lumki mush qatim mush naqshini bir o'rinlab olsam bak yaxshi ko'ratdim desam ma'qul deb ma'lum texmo puraqlarini to'liqlab berdi. Shunda hayajonlandim, tas qoldim. Portlab chiqayotgan. Bu bizmi o'quvchilarimizga deymiz davomliqcha, mana shu bir naqshiga bu savodashlar jiq mashq qilsak, o'zimizga puxta bo'lsa, sahnaga chiqqan kayfiyatimizmi, hatto mengishimizmi, har bir harakatimizda chiqadi. Bu naqshiga bizning puxta ekanligimizchi o'tag'inlar biladi buni. Ko'zimizdan chiqadi hatto. Sizmi bu naqshiga puxta ekansiz, hali omdan o'zingizni ifodaladingiz, ovozlar emas. Bu naqshining nima demoqchi bo'lganligini to'liq ifodalayapsiz. Rahmat. Undan endi Abdusalam biroz milliy aloyidligi kuchliroq, xosligi ko'proq beli naqshisidan birini aytdi. Bu ijodiy ohangmi Sənuber? O'zingizningmi? Ha. Eli ijodiy ohanglardan-da endi. Yaxshi aytdi bu bolamizmi? Menmi birini tavsiya qilay. Bir-biridan kelishmaydigan bolalarni javob-siz Sənuber muallim. Abdusalam Şavket. Abdusalam Şavket. Rahmat, rahmat Ustaz. Teşekkür ederim Ustaz. Ha, bu İşkumayır oxşamagan uslub kichik naqshni o'rinladi. Abdusalam Şavketning o'rinlashi naqshlari madhiya bo'lsin, Sənuber ustoz aytgan. Bu naqshning melodiyasi chiroyli. Talab yo'qri bu naqsh uchun o'rinlashga. Hissiyat, puroq hammasi joyiga kelmaydi. Na ditlab, eplab naqshni g'albilik tugib oldingmi edi. Yaxshi. Ammo Cho'lponga kelsak, Cho'lpon pishgan bir naqsh ekan. San'atkor ekan bu, butun vujudi. Harakat, ko'rkam tag'ir bundaq harakat qilganni ko'rmabdi men. Bugun tasqildi o'rin, o yerda o'tirib qoldi. Men tavsiya qildim Cho'lpon. Cho'lpon. Rahmat, rahmat Ustaz. Xo'sh, Sənuber Tursun Ustaz. Avval bahayımız. İşkil mahir degan naqsni bütün vücudu bilan yaxshi o'rinlashga tirishdi, ham yaxshi o'rinlab berdi. Bayatın Nurnisaning Ablakamning bahasidan bu Cho'lponning endi naqsh etishda men Cho'lponga deganim
bütün ovozdagi mushu ilmiy texnikalarni jiq egallagan Cho'lponchi. Men endi bu Cho'lponni shu texnikani endi mushu gap qilayotgan ovozingizga ishiltib naqsh etib baqsangiz deb mush tarafdanrak bir tushuncha bergan, o'zining bu qabul qilish, his qilishi ishtikkanchu tezgan. Odamning degan narsani degan tuyg'uni his qilib oldi ekan o'zi. Shuningdan mana bugun chiqib turibdi Cho'lpon haqiqatan mana boshqa bu ko'rkam tangirtoqlarni aytganlarga o'xshamaydigan holatda men Cho'lponman degandek o'zining ovozining tusini chiqarib berdi. Buningdan keyingi tirishchanligi bilan texmi bu mukammallashishga ko'zim yetadi. Abdusalom o'zi bek tirishchan, astoydil. Bu naqshining tekstini Abduvali Abdushukur yosh shoir inimiz bor. Abduvali Abdushukurning teksti. Bu tekstning ilhom bilan shu ohangni chiqqan. Abdusalom bu naqshini haqiqatan tunji bo'lib mana ekranda bugun xalq bilan tomoshabin bilan bu bir yangi ijodiy naqsha yuz ko'rishdi. Bundan men shunday xush bo'ldim. Demak, endi Sanobar Tursun ustoz hozir eng oxirgi qarorini chiqarmay sal ishkilinib qoldi, shundaqmi? Undaq bo'lsa, sizlardan so'rab baqsam, agar mushu qitimliq, mushu bosqichda sizlar shollanib ketib qolsanglar, shaymoninglar bormi? Cho'lpon xonim. Musobaqaning natijasi men uchun qanchalik muhim emas. Menga muhimi mush sahnada turgan har bir sekund, har bir minut vaqtim. Rahmat, intayin yaxshi gapim bir bo'ldi. Xo'sh, Abdusalom efendi. Endi men o'zimning qarshimni aytsam, men bu Sanobar sahnasini tanlagandan keyin ustozimning naqshiyatiki, hamda kasbiy jihatdagi foydali taraflar bizga ta'sir qilib qolmay, balki odamgarchilik hamda izil axloqiy fazilat jihatdan bizga bek cho'ng ta'sir ko'rsatdi deb qarayman. Masalan, bizning bu guruhdagi 16miz hargiz bir-birimiz bilan tushirgan raqib yuzsidan emas. Haqiqiy masalan oila deymiz. Masalan, Cho'lpon odam bilan oqshom biz 2 soat mashq qildik. Mashq qildi deb meni ovoz jihatda. Asli to'g'ri aytsak, bizga dars bermas kerak. Endi birga mashq qilsak bo'ladi, lekin dars berish u nimada endi raqib bo'lgandan keyin. Shunchalik o'zimning hadisidek, men o'zimning ingizdek yaxshi chiqish bilan ketdik. Uningdan keyin mening eng bir cho'ng xo'shalligim bo'lsa, bu qitimqi sahnada men ustozimning ajr mevalaridan bo'lgan, eng yangi bo'lgan bir naqshlari hadiya bo'lsin demizga ijoriyatni aytib oldim. Men to'liq baxtli his qilaman. Rahmat ustoz sizga. Rahmat. Undaq bo'lsa, Sanobar Tursun ustoz, eng oxirgi qaroringizni jakarlaydigan vaqt kelib qoldi. Endi mening keyingi bosqichda men bilan birga mangdigan Mahirim. Keyingi bosqichda men bilan birga mangdigan Mahirim Cho'lpon edi. Bayatlı rahmat sözlerinizi aytdingiz. O'zingizdan naqadar baxtli ekanligingizni hammalarga aytib o'tdingiz, shundaqmi? Undan boshqa yana aytadigan rahmat sözleringiz, shundaqla yurak sözleringiz bormi? Masalan, Sanobar adam bizning ustozimiz bo'lib qolmay, bizning g'o'ji deyardim. Faxrimiz. Mening maqsadim bu sahnaga chiqib natijaga erishish emas. Men bundan burun hech qanday ovoz tarbiyasi hamda bu ijodiyatdagi tarbiya ipaqmagan. Shunga men umid qilganim bo'lsam, Sanobar adamimizning bundagi meni yana yetaklab, yaxshi va ijodiyatlar bilan yaxshi bir naqsh chiqib chiqsa degan umiddaman. Ana shu umidlaringizga oldinroq yetishingizga tilakdoshmiz. Qani unda qolsa ustozlar bilan bir xo'shlashib olamiz. Qani, marhamat. To'g'ri maqsad hargizmi uzluksiz erishgan natijalarimiz emas. Pallalar davomida erishgan mehr-muhabbat, do'stlik mehri, ustoz-shogirdlik mehri ham biz kutgan eng oliy natijadir. Xayr, bundan keyingi yo'llarimiz ochiq bo'lsin. Qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Sanobar sahnasining 2-bosqichi. Endi sahnamizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Nurbiya Erkin bilan Rayhongul Davud. Rayhongul bilan Nurbiya. Bu ikkili mahirimiz Aqsu viloyatlik Tarim Naqsul ömrügünün sanatçıları. Men Sanobar sahnasiga kirgandan keyin naqshga bo'lgan tushuncham texnik cho'nqirlashdi.
Sənvər ustaz mənə bir naqşını yaxşı oxuş üçün çoxum qattiq naqş oxushdagi qattiq yumshoqlikqa diqqat qilish, ya'ni naqsh tekstini cho'qim yaxshi tushunish ham urg'uga diqqat qilish qatorliq nurg'un jihatlarda menga yaxshi bilimlarga ega qildi. Endi mahirimiz Nurbiya bo'lsa, u o'zi ham bir tarafdan ravobchilik, naqsh o'rinlaydigan qo'sh alaylikdagi bir naqshchi. Men Sanabar sahnasiga kirgandan buyon Sanabar ma'lum menga az bo'lmagan kuch chiqadi. Sanabar ma'lum naqshlarda qandaq firoq şeylarni elish, qattiq yumshoqlikqa qandaq diqqat qilish jihatda menga ko'p dars berdi. Reyhangulmu bu taraftaki məşqlərini nəhayət joyida o'rinlab, to'liq tayyorlik bilan keldi. Men bu qatim nəhayət puxta tayyorlik bilan keldim. Musobaqa bo'lgan tayyorligim nəhayət yaxshi deb o'ylayman. Nurbiya sog'lam, sizga omad tilayman. Reyhangulada sizga zo'r iqtidarlarni va omad tilayman. O'zimni cho'qim tirman. Bu ikki mayirimga bu qatimqi sahnada yaxshi utuqlarni tilayman. Babam şunda yaşlan, yaşlan iken Ahiyetten gelmey solmay Babam şunda yaşlan, yaşlan iken Ahiyetten gelmey solmay Yaxşılar ağasın, hasıdan mutlu Yamanlar sınlar boysunlar Yaxşılar ağasın, hasıdan mutlu Yamanlar sınlar boysunlar Kırmızı Yasin halı Elbette közlügen Yaxşıların izligen cennet Adaletli Yaxşılar izligen cennet Adaletli Pak yaşırın, verdiğin dada
baharning xush idi taraydı her yan bulbullar ayrışır bostanlar ara baharning navbası yangraydı lerzan baharda diyarım yüzüne baksam bostanlar içine sevip gittiler Unda qolsa endi biz ustozlarning bahosini shundoqla tavsiyasini olib boqaylik ya. Qani, biz yatiraylik ustoz. Nurbiyan o'rinlig'ini pak yasha. Ishi va puroqlarni bak yaxshi egallabsiz. Nurbiya. Ya qonqitadigan yerlar bor. Ashalarning zoti shunchalik nefti. Ovoz sal ojizroq, iniqroq chiqmadi-chu. Texmo to'qaroq chiqmasa, sal ovoz, sal to'qaroq chiqmasa qonqitadigan yerlar texmo menimcha yaxshi chiqdi. Unda aytdingiz, endi ma Reyangulga kelsak, bu qiz nayt yaxshi. Ravr saviya bilan aytdingiz bu naqshni. Naqshimi bak chiroyli. Sen hissiyatlaringiz bu naqshni nayt to'liq mukammal o'rildingiz. Endi yana mush ovoz chiqarishda ko'proq izidan az to'liq nuqson bor. Lekin asosiyat naqshni yaxshi aytdingiz. Men seni birga Reyangulni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Nur Iso ustoz. Bu ikkisi o'z oldiga xos bir uslubni yaratish uchun tayyorlik qilayotganlar ekan. Shuning uchun sizlarningki davomli shu sanobar sahnasida o'zinglarga tushliq bir talantinglarni namoyon qilib, texmi tirishinglarni chin ko'nglimdan umid qilib, men bugun Nurbiyani tavsiya qilaman. Nurbiya. Rahmat. Abdullah birinchi ustoz. Nurbiya qizimizmi shu butun vujudi bilan aytdi deb o'yladim men mishada shunda faraz qilib o'tdim. Bu 8da 7 udarliq naqshga burunmi shunda udarliq naqsh aytganmi? Ha, aytgan. Burunni tat boshda ko'nga o'xshaydi. Bu butun badanida udar urdi ekan. Seni chiqqanda mushtaq chiqqan. Oyog'ida shunda to'xtadi. Butun badaningizdan aytdingiz qizim, rahmat. Intayin yaxshi bo'ldi. Bak astoydil o'rganibsiz bu naqshini. Ovozingizmi yaxshi-ku sizningmi? Reyangul oldingi qatimdilar mushda bundan kuchli bir naqshni aytganligini ifodasini bildirib bo'lgan bu qizchi. Shu vaqtim ras tas naqsh tanlabsiz. Buni bizga buni unda naqsh aytolmaymiz hamda. Ammo buningga nafas mushu o'pka qusaq deymiz-ku biz qora tilimizda. Bu xili mashq qilmasa chataq chiqadi. Shu sakratma ovozidan keyin ulab aytadigan ovozga tushgan vaqtida kuch tugaydigan narsa. Bizma o'quvchilarimizga da'vatlan gap naqshida mushu qusaqning o'pkining nafasning kuchi deb so'zlaymiz ham. Mushu qizning aytgan naqshida bu eng bak ishlaydigan narsa. Shu bu qizning g'ayratiga barakalloh. Men o qizimning naqshiga bak amroq bo'ldim. Ammo bugun ma qizimizni tavsiya qilsam bo'lmaydi.
Reyangül'nü. Rahmat, rahmat ustoz. Sana berto'xtun ustoz. Bahoringiz. Rayhangül bilen Nurbiye her ikisi Aksu vilayetlik tarım naqsu sanat emiginin Nurbiye muzikant, ravopçı. Ha, ravopçı mı? Abay da şu mandak tutvatqını şu ravopçı bir Sağa yerken. Babam şunda tutvatmanda. Vay Allah. Rayhangül kasbi naqşçısı. Bu ikkalisi o'xshamaydigan ikki uslubdagi naqsha. Ama bu naqsha ikkalisi yana murakkablik darajasi ovozlar tarafdan xeyli qiyinligi bor. Har ikkisi lekin bek yaxshi o'rinlab berdi. Undaq bo'lsa, endi bugungi mushu musobaqamizda mushu raqobatinglarda agar Nurbiya siz shallanib ketib qolsangiz, pushaymoningiz bormi? Pushaymonim yo'q. Chunki sanavar muallim ham mening muallimim ham ustozim ham mening mangulik adam deb qarayman. Qaraysiz, shundoq qilib pushaymoningiz yo'q. Undaq bo'lsa, Rayangül, sizchi? Agar men shallanib ketib qolsam, endi bu musobaqa deganda tanlash, shallanish bo'lib turdi. Men faqat tanlansamkan degan umidda emas, o'zimni bir chayniqtirish maqsadida bu programma qatnashdim. Ikkimizdan qaysimiz tanlansak, o'xshashlik xo'sh bo'laman. Xo'sh bo'lsiz, shundoqmi? Xo'sh. Ustoz, eng oxirgi qaroringizni chiqaradigan payt keldi. Men gapni sig'inchoqlab, endi keyingi qarorda men bilan shu gapni sig'inchoqlab, endi keyingi qarorda men bilan shu har ikki mayerning billa mengishini umid qilaman. Muborak bo'lsin. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Endi saknimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Mahmudjon Imin bilan Zulfiqar Muhammad. Mahirlarimizdan Zulfiqar bilan Mahmudjon. Men sanalar guruhiga kirgandan keyin, garchi mening naqsh etish uslubim go'zal ovoz uslubi bo'lsa-mu, ustozimiz menga asar analiz jihatdan naqshlarning tekstini qanday aniq etish jihatdan nurg'ulagan bilimlarni ko'rsatdi ham o'rgatdi. Mahmudjon Aksu viloyatlik Tarım Naqshsul san'at o'migining ham muzikanti, asosiy g'ijak chaladi, ham naqshchisi. Bu ikki mayerimiz hem naqshi etish jihatlarda sahnaga ko'p pishqan naqshchilar. Men bu guruhga kirgandan keyin san'atlar ustozi yetakchiligida az bo'lmagan bilimlarga erishdim. Naqshidagi shiva puroq, tekstdagi urg'u qatorliq taraflardan yaxshi bilimlarni oldim. Zulfiqar o'zining ovoz aloyligini to'liq bir joriy qildirish mushtaq maqsadda men Zulfiqarga boqdim. Güzel ovozda aytilgan Italiyaning Mening quyoshim degan naqshini o'rinlashni buyurdim. Raqobatchim Mahmudjon akamiz Aksu viloyatlik Tarım o'migininki g'ijekchisi, o'zi nihoyat pishqon, yaxshi san'atkorimiz, ustozimiz desak bo'ladi. Mahmudjon aka, sahnada ko'rishaylik, g'ayrat qilamiz. Enem sizmi g'ayrat qilam, biz sahnada ko'rishaylik. Bu ikki mayerimga bu qitimqi sahnada yaxshi utuqlarni tilayman. Caniyim gel
bana yegane sen hem bana yegane el sözleri bana herkes bana herkes efsane el sözleri bana herkes bana herkes efsane Rakıyında buldum bunda Buldum bunda yegane Buldum bunda hem yegane Seyyid-i Zehra Zehra o Sida eylemeni beni meyrane Seyyid-i Zehra Zehra Sida eylemeni beni meyrane Che bella cosa una giornata di sole, l'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già la pesca. Che bella cosa una giornata di sole. Mannato sole, che bello in oh sole mio, stai in fronte a te. Oh sole mio, stai in fronte a te. Stai in fronte a te. Quando fa notte io sole se ne scende, me viene quasi una malinconia, sotto a feresta toia restaria. Quando fa notte io sole se ne scende, mannato sole, che bello in oh sole mio, stai in fronte a te.
Ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar, Sanobar sahnasining eng oxirgi ikki mohirimi o'zlarining naqshchilarini aytib oldi. Unda bo'lsa endi biz ustozlarning bahosi, shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Oldi bilan Abdullah Abdurim ustoz. Bayqi biz uchun aytib bergan jonim kelgin degan naqsha o'zinglar bilasizlar, bu intayin bizningki ustozlarimiz aytgan naqsha bir oz qiyinroq. Bunimi yaxshi aytib berdi, angladik. Ammo bu naqshni ko'p odamning aytganini anglamaganman. Ustozlarimizningkini anglab ekanman. Ro'zgamnikini anglagan oxirida. Ro'z Abduvali akaning. Ma inimninki bu naqshisini anladik. Bu hamma odam biladigan aytammisimi? Biladigan naqsh. Ammo ma bu o'quvchimiz aytgan jonim kelgan naqsha bizga ko'na ustozlarimizdan shu cho'nroq naqshchilar, xalq naqshlari aytadigan bolalar ko'proq biladi. Ammo mutlaq ko'p sonlik odamlar mushu og'larni bilmaydi. Hatto anglab boqmagan bo'lishi mumkin. Buni bugungi sahnada mushu o'quvchilarimiz tarafidan ijro bo'lgani bizga yana bir umid bag'ishlaydi. To'g'rimi? Sanobar muallim? To'g'ri. Mening qo'yashim degan naqsha, boy degandek, hammamiz aytammasaqmi biladigan, cho'ng'idan tortib kichigigacha biladigan bu xalqarалық naqsha bu. To'g'ri. Hamma davlatda aytiladigan pasportni bek hamma yerga ishlaydigan naqsha. Bugun mau inimmi yaxshi aytdi. Mavkamdimi? Umid bor. Mening tavsiyalarim mushu yigit. Bo'ladi. Zulfiqar. Rahmat ustoz. Xo'sh, bir hisobot ustoz. Mening tavsiyalarim Zulfiqar. Zulfiqar. Rahmat. Rahmat ustoz. Teşekkür ustoz. Bu ikki moyirimiz birisi Yevropa uslub naqshati, birisi xalq naqshi. Ma jonim kelgan degan bu naqshni bayat Abdullah Abdurim aytdi. Ro'za Abduvali aytgan, undan boshqa bizning Abdurrahman akam aytgan, ha? Abdurim yemin balkim olgan bo'lishlari mumkin, bu odam shopur. İlida endi il xalq naqshisini bizning eng cho'ng ustozimiz. Bütün il naqshlarning hammani shu o'lchamlik to'shisiga tushirib o'rlagan. Shu odamni aytganman. Yaxshi aytdingiz. Proqshiyalarni aytib mukammal. Endi sizning raqibingiz va sen hamrohingiz Zulfiqar aka bu ishlarni qilayotgan ishi faqat o'xshamaydi. Yani biz naqsh o'g'irlar Zulfiqar mana mening qo'yashimni aytadi. Bu odatlik naqsh aytgandek aytdi. Shunday yenik. Mana shundan nima qilib, mushu naqsh uslubimizni yaxshi. Shu eng keliki Solfreon teatr Solfreon dügülek tikira Solfreon Mana dügülek igizi çıkış gerek. Sel yapılaq çıkıb aldı şu. Cumaşı qo'yingizda. Ma'qul bo'ldi, ma'lum. Aş eng oxirgi igiz ovoz bilan bir ovoz bitta yaxshi emas. Igiz ovoz tuxum tiklab qo'yganda dügülek igizi chiqish kerak. Sel yapılaq çıkıb aldı. Qag'aylar asosiyati hissiyat deymiz, ular hammasini to'liq yaxshi aytdingiz. Mana xo'p. Rahmat. Sanobarga men shu Zulfiqarni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Sanobar ustoz, bahoyingiz? İşkil bayramda o'xshamagan uslubdagi naqshni o'zining mushu sahnaga tayyorlab kelgan naqshlarni yaxshi tamomladi. Mahmud aka, siz o'zingiz kasbiy bir naqshchi, shundaqmi? Shu sahnalarda naqshlarni o'rindab kelyapsiz. Unda qolsa bugungi mushu sahnada sizning o'rinlagan naqshingiz o'zingiz ko'zlagan shu nishonga yetdimi? Men maxsus kasbiy naqshchi emas. Mening kasbim muzika. 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 Sahnada hamda naqshimni aytaman, ovoz olaligim bo'lgan ekan. Naqshi bo'lib qo'yish, naqshimni aytaman. O'qigan rasmiy kasbim muzika. Muzika o'qigan. O'zim yaxshi ko'rgan o'zimning ovoz yaxshi tushadigan naqshlarni tanlab aytaman. Qaysi naqsh bo'lsa eslayib turgan, undan ishdan bundan ishdan aytib qo'ygan ishim yo'q. Bir narsani tutaman, mukammal o'rganishni qilaman. Bir odamni oldida eshitishim hali yaxshi aytdi. Yomon emas bo'ldi degandek holatni shakllantirdim. Ham bugunmi menimcha hali yaxshi ijro qildim deb o'yladim o'zimcha. Hamda ma muzikantlarimizni nihoyat yaxshi chapadi. Shu naqshiga tankash qilib atayim. Shu Oqsuvdan muzikantlar
xizmatdoshlarım keldi. Şolağım köpten köp rahmat aytman. Mayli men shalinib ketay, mayli talinay. Baribir bu sahnada bu naqshamni yaxshi ijro qilib qo'yganimga men xush. Rahmat. Rahmat Mahmud efendi. Rahmat. Zulfiqar, mushu siz o'rindagan mening quyoshim nomli naqshiningki mushu azroq bir tushuncha beramsiz. Masalan, bu naqsha qachon tarqatilgan degandek. Buni tushunchangiz bormi? Bu naqsha 1898-yili İtaliya tilida yozilgan. Pavarodininki vakil xarakterlik naqshalardan biri shundoq İtaliya tilidagi naqsha. Unda qolsa endi sen o'rgatursan ustoz, eng oxirgi qaroringizni olaylik. Meningki eng oxirgi qarorim Zulfiqar Muhammad. Zulfiqar Muhammad. Barakallah. Oxirgi yurak so'zingiz. Men bu programmaga qatnashgandan buyon Sanovar muallimninki ko'rib tanlandim. Bu bizning saboqdoshlarimiz bilan bo'lgan ittifoqimiz, o'zaro do'stlashishimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Muallimdimmi? Naqsh aytish jihatdagi Puroq, shiva, urg'u jihatlardan xili jiq bilimlarni o'rgandik. Bu musobaqa deganning ashtaq gap. Men tushib ketmasam yana bir tushib ketadi, yana bir tushmas men tushmayman degandeklar. Buning amali yo'q. Bu son degan cheklik. Men buningga o'kinib ketmayman. Oxirida meni o'sha qo'llab evatgan xizmatdoshlarimga, oilamdagilarga, meni qo'llagan do'st birodarlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Eng oxirida muallimning tinning salomat ishlarining texmi qutuqliq, kasbining texmi yuksalishini umid qilaman. Rahmat. Ana shu güzel tilaklarni sizga munosabat qilib, sanada qolsa ustozlar bilan qo'shilish olamiz. Marhamat. San'at ishqi çok rayhon misol. Gerçi visal yollarida ochiq hasratlar yutsaqmi, ammo visal sharobiga eg'iz tegmay bo'lmaydi. Gerçi sahnimizda qo'shilishga majbur bo'lsaqmi, ovozingizni, naqshingizni yoqtirdi. Keyingi san'at yo'llaringizda umid, ishonch birla g'alaba manzillariga yetkazasiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining 2-chi bosqichi bo'lgan sinov bosqichi mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi bosqichda ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası.